79-masalani birinchisi. Denka fragmentida jami 600 ta nukleotid bor ekan. Qarang, adenin, guanin, sitozin, timin. Adenin, guanin, sitozin, timin. Keling, buni birinchi zanjirdagi nukleotidlarligi uchun bir-biri qo'yamiz va bularga 2 qo'ysak, ikkinchi zanjirdagi nukleotidlarni anglatadi. Jami shunda 600 ta nukleotid bor ekan. Shundan foydalangan holda davom etamiz. Ushbu denkaning birinchi zanjirdagi purin asoslari soni ikkinchi zanjirdagi purin asoslari sonidan 1,5 marta kam. Birinchi zanjirdagi denkaning purin asosiga mana ular kiradi, ikkinchi zanjirdagi purinlarga bular kiradi. Bular deyapti, bulardan 1,5 marta kam. Demak, bularni 1,5 deb oladigan bo'lsak, bular 1 bo'lib qoladi. Bular ham o'z navbatda 1,5, bular ham 1 bo'lib qoladi. Endi aytayaptiki, birinchi zanjirdagi adenin va ikkinchi zanjirdagi adenin soniga teng. Demak, adenin 1 bilan adenin 2 ni soni teng bo'lib qoldi. Teng bo'lib qoldi. Xo'p, endi yana ma'lumot bormi bizga? Bor. Ikkinchi zanjirdagi guanin soni ushbu zanjirdagi timin soniga teng. Mana u bilan bu guanin teng debdi. Demak, timin 2 bilan guanin 2 ni soni teng debdi. Bundan foydalangan holda e'tibor beramiz. Qarang. Hozir buni soni teng bo'lib qolyapti hozir. To'g'rimi? Adenin 1 bilan adenin 2 teng deyaptimi? Demak, guanin bilan bu ham teng deyapti. Bu degani bu ham teng degani. Mana u ikkalasi teng degani 1 ni ikkalasiga teng bo'lib bering degani. 0,75 demak adenin, 0,75 timin. Demak bu ham 0,75 ekanda. 1 dan 0,75 ni ayirsak, mana u sitozinimiz 0,25 qoladi. Xuddi shu nisbatdan foydalangan holda javobni chiqarsa bo'ladi. Bizdan so'rayotgan narsasi denka molekulasidagi jami guanin nukleotidlar sonini toping. Agar bizda jami nukleotidimiz 5 ta bo'lganda, to'g'rimi? 1,5 ga 1, 2,5, 2,5 bilan 5 ta nukleotid bo'lganda guaninlar soni 0,25 ta bu tomonda, 0,75 ta bu tomonda bitta bo'lgan bo'lardi. Bizda 600 ta bo'lganda-chi degan savolga javob beradigan bo'lsak, demak 600 ni bo'lamiz 5 ga. 120 ta degan javob kelib chiqadi. Xo'p, bu javob D javobda turibdi, lekin ikkinchi savolni ham javobini topaylik. Denka molekulasidagi jami vodorod bog'lar sonini toping. Agar jam nukleotidimiz 5 ta bo'lganda edi, mana shunga qo'shib yuborsak ham bo'ladi. Jam nukleotidimiz 600 ta, guaninimiz 120 ta chiqdi. 720 ta jami vodorod bog'. Bu javob D javobda turibdi. Keyingi masalamiz 80-masala. Keling, shu joyga sig'diramiz 80-masalani birinchisi. Xo'p. Aytyapti ma'lumotda 389 ta fosfodifir bog'iga ega bo'lgan informatsion ishtirok sintezida ishtirok etgan denka molekulasining birinchi va ikkinchi zanjirida 40 tadan adenin nukleotidlari bor denka molekulasi tarkibidagi jami vodorod bog'lar sonini toping deyapti. Va denka molekulasining uzunligini toping. Menimcha qiymasi informatsion erinkada 389 ta fosfodifir bog' degani 1 ni qo'shib bersam 390 ta jami nukleotid bo'ladi. Bunga javobgar denka desa 2 ga ko'paytirsam 780 ta nukleotid bo'lgan denkada. Endi o'sha denkadan adenin, guanin, sitozin, timin, adenin, guanin, sitozin, timin. O'sha denkada deyapti jami adenin 40 tadan ikkala zanjirda. Bunda ham 40 tadan. Uchalasini ko'paytirsak 160 bo'ladi. 780 dan ayiramiz 160 ni 620 2 ga bo'lib yuboramiz. 310 tadan demak mana ular bor ekan. 310 ta bor ekan. 310 ta
bu tomonda bor ekan. Bizdan so'rayotgan narsasi nima? Denkadagi vodorod bog'lar soni. Jami nukleotid 780 ta qo'shib yuboramiz. Guanin va sitozin bittasini qo'shish kerak-ku. Demak, guanin ham bu tomonda baribir ham 310 ta chiqadi. 1090 ta vodorod bog' degan javob to'g'ri. Va 780 ni 2 ga bo'lamiz zanjirni. 2 bo'lib 390 chiqadi. Ko'paytiramiz 0,34 ga. Javob 132,6 nanometr chiqadi. Va bu javob D javobda turibdi ekan.